Bir yilda 5 ta El Clasico. Bunaqasi hali bo'lmagan. Birinchi bo'lib bu videoga mayli 2 ta 3 ta emas, bu juda ham qiyin. Ammo yo deganda bitta like bosib qo'ying. Va agarda video yoqsa keyin obuna ham bo'lib qo'yasiz. Bilasizlar, mavsum davomida Real Madrid allaqachon Barselona bilan 2 marta o'ynagan va ikkala o'yinda ham mag'lub bo'lgan. Ammo bu faqatgina boshlanish bo'lishi mumkin. Masalan, ertaga 2-aprel Toshkent vaqti bilan 00:30 da Real Madrid Real Sociedadga qarshi o'ynaydi. Birinchi o'yinda madridliklar 1-0 hisobida g'alaba qozongan va ertaga ham yutishsa finalga chiqishadi. 3-aprelda esa 00:30 da Barselona Atleticoga qarshi o'ynaydi. Bu yerda ham tushunganingizdek, yutgan jamoa finalga chiqadi va Copa del Rey kubogi uchun jang qilishadi. Bu turnirni televizorda ko'rsatmaydi, shuning uchun bemalol futbol Telegram kanalida tekinga ko'rsanglar bo'ladi. Faqatgina mana shu havola orqali o'tsangiz, shu Telegram kanaliga kira olasiz. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Undan tashqari jamoalar hali La Ligada ikkinchi o'yinlarni ham o'tkazishlari kerak va hamma kutayotgan Chempionlar Ligasida finalda ham ko'rishlari mumkin. Sizningcha biza bu yil qancha El Clasico ko'ramiz? Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizning milliy ta'mimiz milliy kola.